Hammamiz yoshligimizda Jahonlar qushlarni filmini ko'rgan bo'lsa kerak. Bugun esa men Minecraftda xuddi shu modni qo'shib o'ynab ko'raman. Video boshlanishdan oldin esa videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Unda boshladik. Xo'p, o'yindagi kartaga kirganimizdan keyin mana bunday chiqyapti va bu o'ziga u qanday ochishni o'rgatyapti. Mana shunday ochish kerak ekan. Xo'p, yaxshi. Endi o'zimiz ham tekshirib ko'ramiz. Bo'la qolsangchi. Hop. Xo'sh. Yangi joy qurildi va endi biz ko'ramiz xuddi shunday qilib. Qani buni olib tortamiz. Biroz teparoqqa, hop, ana tushdi va hoppa, bu nimasi? O'zi ana. Va bom, hamma yo'q bo'ldi. Biz endi chakta berishdi. Endi biz ham buni olamiz va otamiz. Qani teparoqqa, hop. Ha, bunsancha tezroq ekan. Bizga endi bomni berishdi. Birinchi portlaydi. Hop, qani otaqol. Vau. Ha, portladi. Uncha qattiq zarb tegmasa ham portladi. Va bizga mana bunday kichkina ko'k qushchani berishdi. Otamiz va ular 3 ta ekan va ularning hammasi mitli. Amayli. Qani otach, hop. Nima qildi bu hozir? Kattaroq qush. Hop. Ana shunday. Bu uni butunlay yakson qilib yubordi-ku. Va bizda keyingi qush Silver ekan. Va buni otib ko'ramiz. Qasha otilib ketdi. Bu tepaga aylanib ketdi, bumerang kabi. Va bizda keyingilar yuklanyapti va bu yana qandaydir animatsion video boshlanib ketdi. Buni ham ko'ramiz agar sizga qiziq bo'lsa. Agar xohlasangiz o'tkazib yuborishingiz mumkin, lekin siz bu modni qayerdan yuklab olishingiz kerakligini bila olmay qolasiz. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Aytgancha yana bizni 95.4% odam obunasi tomosha qilayotgan ekan. Bu juda ham yomon. Shuning uchun iltimos, mana shu obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Shunda siz shu kabi videolarni o'tkazib yubormaysizlar. Xo'p, endi esa mana bundayroq ko'rinish keldi va biz uni yo bu yerga otamiz ekan. Qani otdik o'ylasam. Hop. Endi bu yoqqa burish kerak, va bu tugmani bosamiz. Shunday qilib borib olamiz. Hop. Bular bo'lni yana bitta bossak, yana birlashadi. Ajoyib ekan bu ko'kchalar menga yoqdi. Vau, endi keyingisini tanlaymiz va unga ko'rinmaslik damlamasi. Bu Minecraftda ajoyib ko'rinar ekan. Va buni to'g'riga, qani haqiqatan ham payqamayapti va qayerni bosib ko'ramiz? Yakson qilyapti va bunga qalqonni qo'yamiz. Qalqon, qani buni esa oxirgisiga otamiz. O'tach va bunga bosamiz. Qalqonni to'syapti. Lekin sirib ketmaymi? Qani bo'lmadi-yu. Endi esa yangi kuchli beramiz. O'zincha ham bu yaxshigina kuchli bo'lsa kerak. Oxirgi kristal. Bu xuddi endi dragon kristalini yo'q qilganga o'xshaydi. Mana endi bizning keyingi sayohatlarimiz Nezerda, ya'ni yer osti dunyosida boshlanar ekan. Menimcha bu modni to'liq obzor qilish shart emas. Sababi 1000 marta ko'rgandan 1 marta o'ynab ko'rgan yaxshi deganlardek. Bu modni men o'zimning Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. U yerdan bemalol telefonga va kompyuterga yuklab olishingiz mumkin. Va u yerga ham albatta obuna bo'ling. Xayr, sizlar bilan rolim bo'ldi. You stupid bird.